Yangilik skuterlarimiz kelishda va terilishda davom etmoqda. Buni bir Bo'zli akamiz kelib baraka qilib ketdi. Ko'rinishi xuddi shunday holatda. 20 li akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan bo'ladi. Sidinalari oldiga, orqaga surilish xususiyati bor. Mana akkumulyatorlari ham endi bosiladi akalar. Sidinasi orqaga surilganda xuddi shunday holatda bo'ladi. Bu yerda mana detskiy o'rindig'i ham bor mana. Xuddi shunday holatda. Ko'rinishi nima deyapti? O'zingizlar bitta baho berib ketasizlar. Juda ham chiroyli holatda. Xo'p, tormoz tizimlari oldi tarafi jiddiy tormoz bo'ladi, orqa taraflari tros tormozdan iborat bo'ladi. Narxlari $630 kamaytirib beramiz, xudo xolasa. Qanaqa turdagi 3 oyoqli skuter yoki 2 oyoqli skuterlar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz, lekin dastavkalarimiz pullik bo'ladi. Sizni joylashgan joyingizga qarab. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Albatta videoga like bosib, xuddi shunday keng assortimentda skuter qidirib yurgan yaqiningizga videoni ulashib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.